Balon qalinligi 2 qaricha ekan, vosh katta ekan. To'xtang, buni narxini so'radim. Narxi qancha edi? Xo'p, Aka, men fishkasi vosh chotka ekan, maza qildim lekin. aka buni eng taniqli qilgan fishkasi ham aynan shu bo'ladi. Xo'p, aka bu modelimiz Benda Elite 700 Pro model hisoblanadi. Xo'p, bunda V образный 4 silindrli motor ishlatilgan, ya'ni Honda brendiga tegishli motor ishlatilgan. Tormozlarga keladigan bo'lsak, Brembo tormoz sistemada ABS, TKS hamma rejimlari mavjud. Aytib o'tish kerak bo'lgan eng qulayli fishkasi buni pnevmopodiskasidir. Ya'ni 3 rejimli pnevmopodiska ishlatilgan bu motorda. Qancha rasxod qiladi? Xo'p, shu mordasiga 700 kubaligiga qaramasdan 6 ta 7 ta rasxod qiladi. Lekin zo'r ekan, lekin. Nima deysizlar akalar? Buni bitta bosib yuboraymi ekan? Hammasiga qiziqayapman kelar, hamma videomda olgim kelyapti. Nasib hisob qolarmiz, a? Balon qalinligi 2 qaricha ekan, vosh katta ekan. To'xtang, buni narxini so'radim. Narxi qancha edi? Xo'p, buni narxi aslida ko'chada qimmat. Sizni obunachilaringiz uchun buni $9800 ga bera olamiz. $9800 kelasizlar, yana bilasizlar. Bir nimalar qilib tushirasizlar akalar. Pastga raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Garantiyasi? Garantiya 1 yilgacha garantiya beriladi, ofitsiallik va birinchi yog' almashtirish bizning tomonidan tekin.